Kechki Frankfurt shahri. Mega shahar, uxlamaydigan shahar. Vokzaldan chiqqandan ko'chaga birma har xil o'tlarning isi uradi. Yashil o'tlar. Endi tushuningizga o'xshaydi nolqini. Bu yerda halol supermarket bor ekan. Afg'oniston deydi. Euroshop. Afg'oniston restoran. Ulu shahar. Ko'p yerlarda mana shunday ahvol, ya'ni ko'chada musorlar yotishi tabiiy hol. Shundan katta shaharlarni yomon tarafi shundaki, endi yomon deb ham bo'lmaydi. Tipa temniy tarafi ommaviy ravishda ochiq durib spirtovoy va giyohvand moddalarni mahsulotlarini iste'mol qilishlari. Ya'ni hozir ham yanlarni o'tib ketdim, gruppovoy bo'lib turib, уже anglarini bilmaydi, donimaydilar. Qaltirab yotdilar, yerda yotdi bir-ikkilari. Yanına o'tmaganlardan qo'rqasan mening qaraganda. Lekin уже ochiqchasini shunday bo'lib ketgan. Bize yo'llarimiz dar deb aytamiz. Ina Yevropaning yo'llari. Ina eng katta shaharlarning yo'llari. Shaharning ichidagi yo'llar. Уже bir menimcha односторонний bo'lishi kerak. Qarandagi chorrahalar ham hammasi shunday. Bu ina o'zimizning Shavot bo'yi. Shavot emas, lekin Mayn daryosi. Mayn daryosining ustidagi ko'pirda turibmiz. Geshki ko'rinishi. Ya'ni ina Frankfurt am Mayn. Frankfurt am Mayn. Bunda kamerada yaxshi ko'rinmaydi, xo'sray bo'lib ulduzdan yonib turibdi. Yashara borsak hozir yernam video qolaman. Bundan vokzal taraf. Kechki zo'r, kechki Frankfurt, lekin opasniy, xavfli. Shahar umuman uxlamaydi. Sentrina Frankfurt shahri. Görüşleriniz mümkün. O yüzden esasen yaşlı ösmürler arasında. Biz az vokzala metroda varamiz. Vokzalacha metrodan ko'ramiz. Metroga girish, chiqish, bunda bilet oladigan yerlar. Bunda girish. Hech tekshiruv yo'q. To'g'ri ketamiz. Keyin ochamiz o'xshatadi. 2 marta tushdik pata. Keyin ochamiz. Bizlara U5 kerak. U5 bandoyina. U5larni vokzalga boradilar. Keyin ochamiz. 2 marta tushdik. Yana tushdik. Уже 4-etaj pastga tushatimiz. Hali metro bormadik. 5 etaj ekan metrolari. Shundir jimjit. Bu yerda bir odam bor. Nutdi. Boshqa hech kim yo'q. Soat 2. Bunda xalqdan xalqqa ketdi U5.
14 minutdan keyin keladi ekan. Shu yerda qiziq tomoni bizda metrolarni ketgan vaqtini yozib qo'yadi. Logika yo'q. Metrolarni dizayniga keladigan bo'lsak, bizning metrolar, ya'ni O'zbekiston Toshkent metrolari bunda 1000 marta qo'shiray kreativ tuzilgan. Bular просто ko'p qo'yar yerlarni hech ne yo'q. Ben bu narsani Münchendan, Berlindan, ko'p yerda ko'rdim, Kölndan ham. Lekin metro tizimi ulug'ligi bo'yicha, tuzilishi bo'yicha Toshkentdan menimcha bir 4-5 marta katta. Metroda son ketib qoldi unda. Endi ulug' shahar tushunsa bo'ladi. Sichqoncha. Kızıkazı pestten düştük. Metroga minecekte şehre çıksam yine peste. Vokzalın uçları ucu umman. Tipa metrodan çıkaveriş, vokzala gireveriş yerler. Doğrusu ansam siyittir canlılayına. Umman. Demat bu mıydı? Şehirde ahval şu derecagacha yetkenki, hozir men metrodan chiqayotganda bir 14-15 yashar қатары, yoshlar қатары bola menga taklif etdi. Hey bro dedi, undatib ko'rasanmi dedi. Ya'ni u shuni ayttirib sotsa, dilerchilik etdi, ochiq oydin. Sotib, taklif qilib, men aytdim, umuman eshitib o'tirmaysiz shunday vaqtda, to'g'ri ketib qolasiz. Biz aeroportdan yetib keldik. Terminal 2 kerak bizlara. Menga doğrusu sizlar emas. Frankfurt aeroportu eng katta aeroportlardan biri. Adashishsiz agar to'g'ri ko'rsatilgan quitlara amal etilmasa, ya'ni nima ko'rsatib turgan nadavat oladi. Shu plakatlara qaramasazlar. Yine Frankfurtdan yerlar ustozlar bo'ladi. Prosta qiziqish uchun Zürich, Wien, Hamburg, Palermo, Antalya, Pisa, London, Hamburg, München, İstanbul, Florensiya, Praga, Barcelona, Dublin, Bremen, Stuttgart, Lüksemburg, Amsterdam, İspanya. Şurada nelerni görmüyorum. San Paulo bor ekan. Janubiy Amerikalardan. Amerika tarafini görmey turardim. Buenos Aires bor ekan, Argentina. Lekin Amerika yo'q-ku. Lissabon, Amerika'nın birisini nereden görmedim ya. Gözüm etmey turgandi. Varşava, Uganda. Hozir qiziqli narsa, bize terminal 1, ya'ni terminal 1dan terminal 2ga borishimiz kerak edi. O'rtada shuni avtomatlashtirilgan metro qo'yilgan. O'zay deydi. Kontrol yo'q. Aeroport şu derecede kattaligida poyezdda yurishlar. 3 tane terminal bor. 3 tane terminalından A, B, C, D, E'gacha bor bölümleri. Her bir bölümüne nesinden şuncha katta masofa.